Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilarimiz. Sizlarga mana konteynerda o'zidan chiqqan 6x6 profildan bo'lgan firmalarimizni ko'rsatib qo'yaman. Arzonchiroq firmalarimiz. Bular mana banamiz 30 lik subarkalari, bularniki ham ajoyib bo'lgan. Mana qalinligi 1 sm-dan ziyodroq 2 sm-ga yaqin. Mana bunimiz 35 lik. Bu ham 170 minglik variantimiz. Endi mana 190 minglik firmamiz 40 ligimiz bu. Svarkalari mana ko'rib turibsizlar. Qo'l barmog'im bilan pastda teng turibdi. Endi buni tepasida akalar bitta choki bor, mana shu yerda choki bo'lgani uchun 190 ming so'mga bu endi hozir 8 metrga tayyor bo'lyapti. Endi akalar bularda darvozaxonalarga, naveslarda tagiga, qorilikka qo'yish mumkin. Yana yer ayvonlarga qo'ysa ham bo'ladi. Ko'priklar, ariqlarni ustiga qo'yib, ustiga biror bir do'kon ochsa ham bo'laveradi. Bular haqida to'liq ma'lumotlarni joylaymiz inshaalloh. Akalar, bulardan ham kattaroq yoki kichikroq firmalar bormi degan insonlar uchun mana bunimiz hozirgi kunda to'sin kiradigan holat, to'sin o'rni ochilgan. Ya'ni mana shu yerimizdan 20 sm bu yerda to'sin o'tadi. Bu yerimiz o'sha X holatga keladi. 50 lik firmamiz, og'irroq yuklarni ko'tarish uchun mo'ljallangan 50 lik firmamiz. Endi ixchamrog'i bormi, shuni 50 lik qilmasdan sal oddiyroq lekin og'ir yukni ko'tarsin degan akalarimiz uchun mana ko'rib turgan firmalaring mana svarkaslariga ajoyib bo'lgan. Mana bu svarkalari chiroyli chiqqan. Juda ham chiroyli. Mana shu firmalarimiz 220 ming so'mga chiqadi akalar. Butun firmalarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib so'rasang bo'laveradi. Materiallarimiz o'sha konteynerda o'zini 6x6 profili mana butun holatda turgan, chiroyli, icheri zanglamagan profillar yaxshi. Mahsulotlardan tayyor bo'lib turgan firmalarimiz akalar. Kimga kerak bo'lsa nomerlarni qo'yib qo'yamiz akalar. Bemalol so'rab aloqaga chiqsalar ham bo'laveradi. Manzilimiz Farg'ona viloyatining Bo'yda tumanida, Qoratepa qishlog'idan bo'lyapti. Akalar, inshaalloh videomiz yana davom etadi. Qadrli obunachilarimiz, sizlarga yana bitta narsani ko'rsatib qo'yaman. Firmamiz mana tayyor bo'lib qoldi. Inshaalloh ancha yasab qo'yganmiz mana. Bu konteynerda o'sha listidan bukilgan 5x5 profili. Shundan bo'lib turgan firmamiz mana hozir bu o'rtasi sentri 1.30 ko'tarilgan. Akalarni 0 ga to'xtayapti. Teplisa uchun qilib beryapmiz. Bundan naves qilsa ham bo'ladi, akalar, chiroyli chiqadi. Har xil holatdagi naveslar qilsa bo'ladi. Hozir mana shu narsani o'zimiz yasayapmiz, o'zimiz ustamiz. Bemalol o'zimiz bilan gaplashsalar ham bo'laveradi. O'zimiz o'sha chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Bunimiz hozir ancha tayyor bo'lib qolgan. Mana inshaalloh egalariga yetkazamiz. Kattaroq navesimizda bunga mana ko'ryapsiz. Endi akalar, bu firmani to'g'ri qilib yasasa ham bo'ladimi degan akalar uchun mana konteynerda o'sha 5x5 profili. Hozirgi kunda bularni 1 metr 140 ming so'mga tayyor bo'lyapti. Mana bunimiz 1 metr uklon berilgan. Boshi esa 3 ya'ni 0 ga teng to'g'ri bo'lyapti. Svarkalari mana inshaalloh ishonarli holatda chiqqan, chiroyli chiqqan. Bularda akalar cheklanmagan miqdorda yetkazib berishimiz mumkin. Konteynerda o'sha trend bo'lgan 5x5 varianti. Akalar, bemalol aloqaga chiqib so'rasalaring bo'laveradi. Bularda hozirgi kunda 10 kilometrgacha dastavka xizmatimiz ham bor. Ya'ni yaqin atrofga yetkazib ham beraveramiz. Turga tur variantimiz ham bor akalar. Mana ko'rsatib qo'yaman. Shu turga tur variantimiz, buni ham o'zimiz mana shu akani o'zi chiqib, qo'shnimiz bemalol ko'taradigan holatga 7 metrga qilib beringlar deganda shuni qilib berdik. Mana naves qilib bitgan holatda chiroyli chiqib turibdi. Firmalar bemalol yasab beraveramiz, aloqaga chiqib so'raverasizlar. Videomiz yana davom etadi inshaalloh. Akalar, firmalarimizdan bozimiz, ya'ni 10 ga 5 bozimiz akalar.
Buni hozirgi kunda 1 metr 180 ming so'mga chiqadi. Mana svarkalarni ko'rib turibsizlar. Ajoyib holatda svarka bo'lyapti. Bular har 2.55 ta choki bor akalar. Chakiga mana bunaqa planga qo'yilgan. Chunki bor uzunligi o'zi 2.55 bo'ladi. Bular darvozaxonalarga bular ham chiroyli turadi. Ancha baquvvat narsa. Sababi mana shu narsani ko'rsatib qo'yaman hozir. Mana o'zimizni ishxonamizga qilganmiz. Xuddi shu materialdan mana 20 metrdan ziyod joyda turibdi akalar. Ancha baquvvat narsa. Buni ustida hozir konteynerda o'zini lisi, yana chenasi turibdi. Ancha yuki bor. Bular mana shu materiallardan qilinadi. Materiallarimiz ajoyib holatda chiroyli turibdi. Bunga shunaqa firmalar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib so'rasalaring aniq ma'lumotini aytamiz. Akalar, bizning manzilimiz o'sha eslatib o'taman, Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qoratepa qishlog'idan bo'lyapti. Kimga agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib so'raysizlar. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Metal biznes kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Hammalaringga rahmat. Like bosib qo'yasizlar, assalomu qo'llab turinglar.